Siz Elon Musk'ның yulduzlar zanjiri sun'iy hemorroyi qo'yib berish planiga qanday qaraysiz? İnsanlar hozirgacha olamga jami 8300 dona sun'iy hemorroy qo'yib bergan. Halbuki Elon Musk'ның yulduzlar zanjiri planida bo'lsa, jami 42000 dona sun'iy hemorroy qo'yib berishni planladi. Elon Musk hozirgacha olamga 1800 dona sun'iy hemorroy qo'yib bergan bo'lib, ular yer sharidan 550 km egizlikdagi yer shari yaqin orbitasiga joylashtirilgan. Uning bunday qilishdagi maqsadi insonlarning tor aloqa sohasida yangi bir manzilni echish uchundir. O qo'yib berish narxini kamaytirish uchun har qatim qo'yib beradigan sun'iy hemorroyning sonini oshirdi. O yasab chiqqan har bir dona sun'iy hemorroyning narxi taxminan 250 ming dollar atrofida bo'lib, cho'ngliqi aran bir dona xizmat ustunchilik keldi. Eg'irligi bo'lsa 225 kilogram keldi. Uning Burkut 9 nomli raketasida bir qatimda 60 dona yulduzlar zanjiri sun'iy hemorroyni olamga olib chiqa oladi. Ammo Elon Musk buninglik bilan to'xtab qolmasdan, yangidan raketa yasab chiqib, olamga bir qatimda 400 dona sun'iy hemorroy olib chiqishga tayyorlik ko'ryapti. Hozirgacha Elon Musk'ның SpaceX degan olam qatnash shirkati qo'yib bergan raketasini 100 qatimdan ortiq o'ngishliq qaytarib ekib oldi. Buning bilan yulduzlar zanjiri sun'iy hemorroyni olamga olib chiqish chiqimi cho'ng darajada tejab qilindi. Xo'sh, navoda bu mazmun